vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirli. Yigirma 4-chi qism. Oshqan qavatida bir yılandan terisi kesilgan xat bo'lib, xat qadim keziqdi bo'lg'ashqa, ham ajdadim u iziqni bilmgashga, o'qibla terini ochmay qayta yipib o'tibdi. Men qiziqib so'radim. U yılanın terisida nim deb ekan? Atrat boshlig'imi. Degina, nim gap aka? Lekin men tilamchiga qarab hayron qoldim. Tilamchining ko'zidan yosh yiqyotdi. Lekin hammaning kendi o'ltirgan bo'lg'achqa mendan bilak hech qaysi sezmadi. Dadam men qarab, "Men shundoq deb so'ragan bo'lam. Oldirma, hozir deb berma." deb yanchuqidan bir tal tamakisini elib tutashtirib, so'zini davom qilishga boshladi. Dadam tamakisini ochiq bir sho'ri o'tib, so'zini davom qildi. Ajdodimning keyingilarga deb berishcha, ilon terisi uzun qilib, bu kitob Zulmat Shohin uyg'otdi. Olvosla uyg'onmoqda. Bu kitobni belgilgan egiz oshqoy deb yozilgan ekan. Shuning bilan ajdodim echishga jur'at qilolmay, terini kapni hech kim sezmaydigan yeriga tiqib qo'yibdi. Lekin shu kundan boshlab ajdodim qo'rqinchli qishloq yo'li qishqa boshlabdi. Kechisi doim kapning sirtidan g'alit ovozda keladigan bo'lib qopti. Bir kuni atdigina sirtqa chiqsa, kapning oldida shundoq yo'g'on bir oyoq izi. Ajdodim azaldan bunday oyoq qizni ko'rib boqmagan ekan. Uzoq o'tmay, uning bir og'insi tog'dan o'g'lab kelgan bir kiyikni ko'tarib keldi. Ham uning bilan birga kopchib yeyishni aytib, ajdodimga ozroq o'tin do'lab kelishni aytibdi. Ajdodim ma'qul bo'lib, kapidan ozroq yiroq bo'lmagan yerda, ozroq qurib ketgan yo'lg'uluqdan o'tin izlab olsa, kapining ichidan ichinishliq vaqirgan ovoz chiqib jimib qopdi. Ajdodim derhal yugurib, kapining ichiga kirib, oldidagi manzilga qarab qaytib qolibdi. Ajdodimning do'stining faqat iskiltil qolgan bo'lib, ko'z ochiq holatda turgan, qo'lida u tiqib qo'ygan teri kitob turibdi. Ajdodim ikki kitobni terining ichiga qayta o'rash uchun kitobning muqovisi ko'z tashlab qopdi. Kitobning muqovisida bir iskelet boshning sizmi surti bor bo'lib, iskelet xuddi o'ziga qarab kulayotgandek his qilibdi. Ajdodimni titrayib besib, kitobning qaytidan terining ichiga mahkam o'rab joylashtirib atgandan keyin do'stining o'limiga qattiq qayg'uribdi. Ham uni yerim kechib bo'lgani bir joyni ko'lab, uzun duo qilgandan keyin ko'mib qo'yibdi. Bir kuni kech uxlab olsa, kapining ichi shundoq yeshillik to'lib ketibdi. Ikki ko'zini ochsa, qallisida ko'zi yop-yeshil, xuddi tumang'il o'xshaydigan bir narsaning o'ziga qarab tuqqanligini ko'ribdi. Shuning bilan qo'rqib, kapining bir bulungi berib, dugdilib o'tiribdi. Ular bo'lsa, ajdodimga texim yiqilib kelib, ko'zi yiqqin ekan bir g'azo qarab atganda ekan, qattiq xir ovozda: "Qo'lingdagi kitob bilan tumani keyingilarga qoldi. Agar ular sendan ayrilsalar, sening o'limingmi do'stingdek bo'ladi. Avlodingmi bularning sirtida emas." debla kapidan uchib chiqib ketibdi. Ajdodim shu qo'rqib ketganidan atsida bu yerdan ko'chib, boshqa bir yurtga berib kun kechiribdi. Lekin eliq tuman alvosisi doim tushiga kirib, uni askartib turadi ekan. Ajdodimni ulardan qo'rqib, kitobni o'zining yaramliq ballarini biriga qoldiribdi. Lekin ular kitobni o'zining ballariga qoldirgan kechisilar tugab ketgan ekan. Qosim ham shundoq deb jimib qoldi. Ondan men qarab: "Bilamsiz Tursunjon, mening ota-bovam hech qaysi o'zining ajri bilan o'lgan emas. Ular kitobni o'zining bir ballari qoldirgan eman. Shu kechsilar ularning hujumida o'ldirildi. Lekin kitobdan qutulolmay menga keldi. Bilishimcha, ular kitobni qaysi ballari qoldisa, shu ballari bay-bay yashab turmush yashaydi ekan to'q. Bu amma ozodlikda yurtimizga donliq boyladin ekan to'q. Buvam kitobni dadamga topshirib, shu kechsiz tugab ketibdi. Sizningmi xabaringiz bor? Dadammi yurtga donliq boy edi. Lekin ajdodlarimning boyligi faqat o'zi bilan ketgan. Hech qachon o'zining ballariga miras qolgan emas. Dadamdanmi menga hech nima qolmagan. Dadam o'lib ketgan kechsilar hammasi g'oyib bo'ldi. Boshqalar dadamdan nurg'un boylik qoldi deyishdi. Lekin
Hecnim yo'q. Kitob mening qo'limga tushganda bo'lsa, men teximni amratlaşdım. Bilemsiz, ayolım azroq narsani bilib qolganlik uchun ular uning bo'ynini siqib, mendan ayirdi. Qasım kam shundoq deb öksüp yig'lab ketdi. Ayolimnimi menmi o'zini ajili bilan o'ldi deb chiroyli uzatdim. Hech kimga tinolmadim. Men kitobni yo'qotish uchun o'zimning barliq hunarlarimni ishga solsammi, qoqimidi. Keyin o'ylasam, bu boshqa bir farqning ishi ekan. Ularga o'zini o'ylamaz qoqimasa, mening hunarim qoqimaydi ekan. Balkim shu sababdan ularning tishiga tegib qo'ygandiman. Qaysi kuni sizning o'ylingizga kirganimda, o'ylingizning ichida uchib yurganligini ko'ribla, ularning sizning bolalaringizning ichidan Farhat degan bolangizni tanlaganligini bilib yetdim. Eliq qarmishni uni yinida turganida Farhatning ularning keyin tanlash ekanligini tushunib yetdim. Shu o'ylingizga kirishga jur'at qilamadim. O'zimning ajilining yiqilib qolganligini bilib yetgachga uyimga kelib, bolalarimga nasihat qilib, ularning ruhini ko'tarib qo'yishni loyiq topdim. Qasım kam shundoq deb o'zini ko'nrab, tallarını qurtib ketgan, uyning to'g'risi esilgan bir eski sevatni ilib, qandoq hayvondan terishgan, g'alati bir teriga o'ralgan kitobni oldi. Ondan, "Fukam, buni Farhatga bering. Balkim Farhat del ular tanlagan odam bo'lishi ham eng oxirgi qiz bo'lib qolishi mumkin." deb kitobni menga tanildi. Qo'limni uzatishga jur'at qilamadim. Qasım kam qo'limga majburiy tutqizib qo'ygandi ekan. Bu qechib qutulg'ini bo'lmaydigan haqiqat Fukam. Kitobni yaxshi saqlang. Lekin hozir Farhatga bermang. U hech nimani bilmaydi. Bilganda ondan unuga topshiring. deb ko'zdan eqiyotgan yoshni surtib o'tib, boshqa yoqqa qarab turib oldi. Shu daqiqada to'nlikdan ikki qip-qizil ko'zning uyning ichiga qarayotganligini sezib qoldim. Asta Qasım kamni noqilab, ustini sharatildi. Qasım kam xuddi uxmagandek. "Ular jinim nog'in kelgan Fukam. Shuni siz tezda chiqib keting" deb meni ittirdi. Men Qasım kamning majburiy ittirishga amalsiz qoldim. Qasım kam meni ittirib chiqarib etgandan keyin ishni ishidan taqib oldi. Men xeyli uzoq o'ylanib ichida turdim. Bir kamdan keyin uyning o'lkisidan yeliq qizil ko'zlik g'alati narsa to'nlikdan chiqib, menga qarab, oldimga tezda uchib keldi. Ular qo'limdagi teriga qarab, mendan sal yiroqlashib turardi. Men shu mang'ancha tez qadamlar bilan uyga yenib chiqdim. Chiqib bo'lguncha yo'lda ular menga ergishibli chiqdi. Men o'ylab kiribla kitobni uyning bir yeriga tiqib qo'yib, sirtqa chiqishga jur'at qilmay, yotqani champirkab yotdim. Lekin sen yerim kechida o'ylida bir narsani ovozdan anglayotganligini aytdi. Garchi chiqishga jur'at bo'lmasmi, dadliq burchim bilan chiqmasam bo'lmaydi. Shu o'yliq chiqib ko'nglim bo'lsa, netisining ko'zi yeshil. Yana yiliqi meni kaynimdan chiqqan qizil ko'zda ovoz laylab, biri bilan qo'yindek cho'gilishayotgan ekan. Ular meni ko'rib diqqatini menga markazlashtirdi. Men itdek ishni yeb o'ylab, "Sana ishnim yo'q-ki, qo'y chiqib ketdi" deb yolg'on so'zildim. Qolgan ishlar sen ayam bolam. Endi seni atrofingda seni qo'g'daydiganlar borki, shunga balkim sen endi bu narsani topshirib beray deb yenidagi ko'rpining ostiga tiqib qo'ygan, umrda ko'rib boqmagan bir narsaning terisiga o'rilgan kitobni oldimga qo'ydi. Hammamizning diqqati oldimizdagi bu teriga markazlashgan edi. Tilamchi asta dadamga qarab, "Sen bu kitobni ichib ko'rib baqdingmi?" dedi. Dadam, "Yo'q, Qasım kam, men belgilagan egizasson degan bo'g'ashqa men ochmadim. Burun qilam ochmabdi-ki." Adrat boshlig'i, "Shuncha odamning qo'liga tushib, hech kim ichishga jur'at qilolmagudek, qanchalik sirli kitob o'qiydi bu?" deb teriga qo'lni uzatdi. Tilamchi adrat boshlig'ining qo'lini qoppa tutib olib, "Egizasson" deb qo'ydi. "Egizasson? Lekin biz texchi buning egisini topamisak, egisi nerede undaqda?" Adrat boshlig'i shundoq deb tilamchiga qaradi. Tilamchi ko'zini asta menga yugurtdi. "Nima? Men hayron qilib ularga qaradim. "Shundoq sen. Hozir kitobni faqat seni ichish munosib. Chunki tuman alvatçısı seni tanlagan emasmi?" Men oldimdagi kitobga qaradim. Tuyuqsiz dadamning ishining sirtiga ko'z yugurtish bilan
hammamiz keynimizga qarab do'kon yuchuqidan bilinayotgan shabiga qaradik. Quva tushayotgan quyoshning sho'lisida ma'lum bir narsaning do'kon sirtida agib yurayotgani ayon edi. Dadam ittik atraf boshlig'iga: "Amsa, balamni sağ topshirdi. Ular kelib bo'pti. Uni quvdishinglarni umid qilaman." deb ko'zidan eqayotgan yoshini surtib o'tgach, meni qattiq bag'riga bosdi. Ondan ittik keynimga ittirib: "Bo'ldi balam, chiqib ketinglar. Men sizlarni oldinglarda o'lgim yo'q. Ham u holtimni sizlarga ko'rsatgim yo'q." deb meni ittirib chiqarishga urindi. "Yo'q, yo'q!" Men dadamga qattiq varqirab ketdim. Dadam atraf boshlig'i bilan tilamchiga qarab ullik ovozda: "Agar shovon bilan yo'qolib ketganlarni topamiz desanglar, balamni chiqib ketinglar. O'tinay." Atraf boshlig'i bilan tilamchi ikki mo'ramdan tutibla meni sirtqa olib chiqib ketdi. Bizning do'konning eshigini ochishimizga do'kon ichiga ma'lum bir narsaning ushqandek kirib ketganligini ko'rdim. Lekin keynimga qarashga fursat bo'lmadi. Dadam menga oxirgi qatim qarab qo'yib, do'kon eshigini ichidan taqib o'tib, jimib qoldi. "Meni qo'yuvdinglar, dada!" Men oldimga mengishqa shuncha kuchsammi, atraf boshlig'i bilan tilamchi meni mahkam tutib olg'achqa yukinib yig'lashga boshladim. Men yukinib, beshimni pastga egib, o'zimni qo'yib etib qattiq yig'lashga boshladim. Atraf boshlig'i bilan tilamchi bo'lsa, boshda mahkam tutib olgan bo'lsa, endi meni qo'yib o'tgan edi. Tilamchi mo'ramga yenik bir nechini urib qo'ydi. Atraf boshlig'ining ovozini anglab, beshimni ko'tarib do'konning eshigiga qaradim. "Kirpaqayli. Lekin kichik, ideyaranda tayyorlik bo'lsin. Buni o'zgartgili bo'lmaydi ekan. Qabul qilmaslik amaling yo'q. Shunga sening bardoshlik berishingni umid qilaman." "Qandoq bardoshlik berma? O'lgini sening dadang emas, mening dadam. Bilamsa?" Men atraf boshlig'iga qattiq varqirab, teg'imi yig'lab ketdim. "Amal yo'q. Bardoshlik bermsan bo'lmaydi. Lekin dadangni bundoq tashlab qo'ysangmi bo'lmas? O seni kelgusini deb hayotidan ayrildi. Shuni uni oxiratga qilib qo'yayli." Tilamchi shundoq deb bo'lib, do'kon eshigi taraf ketmoqdi. Menmi osti o'rnimdan turib, uning keynidan agashdim. Atraf boshlig'i mening mo'ramni tutib, menga yondashmay o'tdi. Tilamchi do'kon eshigining oldiga kelib, menga qarab qo'yib, atraf boshlig'iga burildi. Atraf boshlig'i eshikni ittirib beqib, beshini chayqab qo'yib, tilamchi bilan menga qaradi. Men dadamning bayam eshikni ichidan taqab qo'yganini bilgachga, atraf boshlig'ining harakatidan tushunib yetdim. Beshimni burab, yenimdagi tilamchining qo'yniga beshimni qo'yib oldim. Taran qilgan ovoz bilan tang atraf boshlig'i bu yog'och eshikni kuchab ochib o'tgan edi. Men do'kon ichiga qarashga jur'at qilolmadim. Lekin his qilishimcha, atraf boshlig'i bilan tilamchi nemishqadir joyida turib qolgan edi. Men beshimni tilamchining qo'ynidan chiqarib, qarashga jur'at qilolmasammi, qat'iy niyat kelib qarashga niyat bog'ildim. Ham beshimni asta do'kon ichiga qaratdim. Do'kon ichi avvalgidek edi. Hamma narsa joyida. Lekin dadamning jasadi ko'rinmaydi. Boshda atraf boshlig'i, keynidan men, keynimdan tilamchi kirib keldi. Hammamiz do'konning ichiga qarab, hayron qilayotgan edik. Tuyuqsiz tilamchining degan so'zi meni texmi hayron qoldirdi. "Dadam bizga hamma gapni deb bermabdi." "Bu nima deganim?" Atraf boshlig'imi hayron bo'lib tilamchidan so'radi. "Kichkina dadasini ular o'ltirmabdi, balki tutib ketibdi. Agar kichkina dadasi bizga hammani deb bergan bo'lsa, ular cho'qim uni o'ltirib etgan bo'ladi. Lekin undaq bo'lmagan. Demak, uni dadasi bizdan cho'qim bir ishni yo'shirib qopti." Men boshda uning gapidan hayron qolgan bo'lsam, endi bo'lsa uningga ochiqlashga boshladim. "Sen nima demoqchi? Ajiba dadamning o'lib ketishini xohlabding. Sening dadang o'lib ketsa, naqsha aytib usul o'ynaydigan o'xshamabsa?" Atraf boshlig'i bilan tilamchi mening gapimdan hayron qoldimi, menga qarab turib qoldi. Tilamchi birdan menga qarab turib ketib, ondan: "Endi yo'qolib ketganlardan yana bir qo'shildi. Demak, biz endi oldirmasak, keyingi qitim uchimizdan birimiz bo'lamiz. Shunga hozirda boshlab vaqtni ching tutayli." Men yeshimni surtib etdim. Dadamning o'lib ketmagini, demak uning hayotligidan derak beradi. Endi tumardan qutulish emas, dadamni qutqizishim kerak edi. "Endi-chi, qanday qilamiz?" Atraf boshlig'i tilamchiga qaradi. Tilamchi: "Hozir qo'limizda kitob, tumar har ikkilisi bor. Shu keyingi qadamni kitobdan boshlayli." "Kitob? To'g'ri, bizning kitob bor-ku. Qarab boqayli. Balkim ularning nerede ekanligidan ozroq bo'lsin uchur bordi." Men shundoq deb ularga qaradim. "Lekin kitobni egisi olsin debdi-ki, kim kitobni ochdi?" Atraf boshlig'imi sal umidsizlanib qolgan edi.
tilamchi manga qaradi. Kichik, hozir kitobni faqat sen ocha olaysan. Umid senda qoldi. Tilamchining gapini anglab, uning qo'lidagi kitobga qaradim. Bayam do'kondan chiqqanda u qo'liga elib olgan edi. Men asta tilamchining oldiga berib, kitobni uning qo'lidan oldim. Ham kitobni karvatning ustiga qo'yib, ustidagi terini qayrishga tamshaldim. Qayrishdan burun atrof boshliq bilan tilamchiga qaradim. Ular menga beshini langishib qo'ydi. Men terini asta qayrishga başladım. Yürükim ensiz soqıvatdı. Terinin ikkinchi qatini ochqanimda xuddi yugilib yotgan yilanga o'xshash, cho'gilab lepizlab qo'yilgan yilonning terisiga qarab, sal qo'rqinish his qilishga başladim. Mayli cho'ng vaqtim bo'lsin yoki kichik vaqtim bo'lsin, yilon, o'mchuk degandek hayvonlarni ko'rsam, qo'rqib badar qachatdim. Shunga yilonning terisiga qo'limni aparganimda, qo'lim ozroq titrayotdi. Qo'rqma kichik. Hozir hammamizda umid senda. Atrof boshlig'ining gapini tushunib, yilonning terisini qo'limga oldim. Basta yilonning terisini uzun suzib, ichiga yozilgan xat ko'z yugurtish boshladim. Lekin ichidagi xatni faqat tushunmadim. Bu qadimki yoziqda yozilgan xat bo'lg'achqa, atrof boshliq bilan tilamchiga qaradim. Ularmi bir-biriga qarab beshini chayqishyotdi. Men yilonning terisini yonga elib qo'yib, kitob o'ralgan terini qaytadan echishga boshladim. Bir-birlab asta echib, oxirgi qatim echishga tamshilayotganda qattiq bir tinib o'tib, ularga qaradim. Ularmi ko'zini teridan uzmay qarab turardi. Men oxirgi bir qatimni ochdim. Ichida haqiqatan bir yipakdan tuzilgan kitob turardi. Gerçi kitob ko'nirab ketgan bo'lsa-mu, shundoq parqarab atrofga nurni chechiyotdi. Kitobning muqovasiga sizma qilingan iskeletning beshi haqiqatan odamga kulayotgandek ta'sir berdi. Men osti beshimni ko'tarib, ularga qarab, his qildinglarmi? İskeletning beshi odamga kulayotgandek ta'sir berdi ekan. Ularmi unsiz beshini langishdi. Shundoq, men yana his qildim. Bu iskelet xuddi tirikdek bilinadi ekan. Tilamchining gapini anglab, yuragim jig'idi qilib qoldi. Ko'zimni olaytib, uning qarab qo'ygandan keyin kitobning muqovasini qayirib, ichidagi betga o'rdim. Birinchi betida hayvatlik bir tog' bo'lib, qo'yiq o'rmonlik ko'rinib turardi. Tova, bu rasmni qandoq sızgandi? Rasmdagi tog' bilan o'rmonlik shundoq o'xshatib sızilgan edi. Men ishtik esimga oldim. To'g'ri, bo'ynimdagi tumarda mushu iskeletning beshi bilan hayvatlik tog' o'rmonlikni bosim surdi bag'o. Men shundoq deb bo'ynimdagi tumarni chiqarib, tumar bilan kitob qardim. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora Meshik. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Jigrim 5-chi qism. O'pma o'xshash bo'lib, tumarning o'rmon bar tarafini yaqin akilib qarasa, o'rmonlik ko'rinadi. Yiroqdan qarasa, o'rmon yuqab tog' paydo bo'ladi. Men hayron qilib turganda, atrof boshliqning ovozi anglandi. Keyingi betini hech baqanimla bakkan. Men beshimni langishib, kitobning keyingi betini ochdim. Ikkinchi betini echib, ko'zlarim chakchib bitib boradi. Ikkinchi betidagi xatlar bir qurdan beshidan boshlab oyoqigacha parqirab o'chib qoladi. Ham bu xatlarni men tushunib qilayotdim. Men beshimni kitobga yaqin akilib, ittik beshimni shu xatga markazlashtirdim. Ondan osti beshimni ko'tarib, ularga qarab og'zimni o'mchaytib ketdim. Tilimga gapni kelmayotdi. Atrof boshliq bilan tilamchi men qarab xuddi nimish bo'ldi deganda qilib, inkini osti ko'tardi. Biz chatoq qildik. Men aran shunchalik qil deyaldim. Atrof boshlig'i ittik. Degina, nima chatoq qildik? Bu bətə deyilishicha, qabrga oytilgan kun kirishki bo'ldi ekan. Undan burun qabrning eshigi echilmaydi ekan. Ham biz har bir betni ochganda bir g'alati maxluq uyg'onadi ekan. Yana deyilishicha, kitobni qabrga kirganda ondan echishimiz kerak ekan. Qabrning sirtida kitobni ochsa, g'alati maxluqni uyg'otib qo'ydi ekan. Kitobni faqat belgilangan egisidan boshqalar ochgan ama o'lib ketdi ekan. Mening gapimni anglab, tilamchi. Amisi nima qarab tursa, tezda kitobni yopib et. Men o cho'chib, ittik kitobni qatildim. Ondan terini ichiga selib, qaytadan asli holati bo'yicha terini qatlashga boshladim. Lekin kitobning muqovasidagi iskeletning beshi bu qatam menga g'azabli qarab turardi. Men yepishga jur'at qilolmay tursam, atrof boshlig'i: "Nima ish bo'ldi? To'xtab qolding-ku?" Bu iskelet endi boshqa ish turdi. Bayan menga qarab kulimsirgan edi, endi bo'lsa menga g'azabli qarayotdi. Men shundoq deb atrof boshlig'iga qaradim.
Biz elimi ikki g'alati maqtni uyg'otib qo'ygan tutsak, g'azablanmay, qoqoqlab kulib ketsa bo'lamdi. Men tilamchining ta'ni so'zlayotganligini sezib, asta terini qatlashga boshladim. Atraf boshlig'i tilamchiga qarab, Oy bilan kun tanglashgan kun degan nimasi? Oyning 15-kuni. Bugun oyga 10. Shu hozirdan boshlab tayyorlik qilaylik. Lekin kitobni yana bir qitim echishga muhtoj bo'lamiz. Balkim kitobning ichida bizga keraklik yana bir narsa bo'lishi mumkin. Ham boshda degandek, men yana bir odamni o'zimga hamroh qilmasam bo'lmaydi. tilamchi shundoq deb ikkimizga qaradi. Sen nima deding? Bu kitobni yana ochimiz dedingmi? Yana bir odamni qo'shimiz deysa. Bu ishni ko'p odamga bildirish bo'lmaydiganligini bilmamsa. Atraf boshlig'i sal hayron bo'lib, ham jili bo'lib tilamchiga qaradi. Tilamchi kitobga qarab qo'yib, Shundoq ochimiz. Balkim kitobning ma'lum betida qabrning tashkiliy xaritasi bo'lishi mumkin. Ham hozir bizga burun qabrga kirib boqqan odamda bir ish bo'lmaydi. Biz uchimiz mushundoqlik kirsak, ularni qutqizish emas, o'zimizmi tuman alvosisining bir a'zosi aylanib ketishimiz mumkin. Ham meni hamroh qilaman degan odamim shanchilik. Rost, tilamchining deganlarini xato degil bo'lmaydi. Shunga atraf boshlig'i menga qarab qo'ydi. Men hozir ularning fikrini anglaydigan bo'lg'achqa amalsiz beshimni langishdim. Bo'ladi. Ya'ni 5 kun vaqtimiz qoldi. Uninggacha menmi tayyorlik qilib olay. Sen o odamni izlab top. Hozircha bu kichik sen bilan birga turibsan. Qanday qilishni o'zing bilgin. Ha rost. Ola bu pulni. Bu kichikka yemaklik kilpa. Bo'lmasa o'zing o'qsa sholg'i tushib qolmasan. Sen bu kichikni men qo'yib qo'ysan bo'lmaydi. Uningda hozir qabri kirgidek jur'at yo'q. Uningda jasorat bo'lmaydi. Uning shuncha yiroq yurtdan bu yerga kelishi hargizmi jonni bu yerda tashlab qo'yish emas-ku. Atraf boshlig'i menga qarab uzoq turib ketgandan keyin, "Amsuni men tarbiyalay. Sen odamni izlab tepib tayyor bo'lgin." Shundoq deb meni tortib sirtga olib mangdi. Tilamchi itdek qo'limni tutib olib, "Yo'q, bo'lmaydi. Sen unga qurol etish, mushlashishni o'rgatsa, hozir uning badanini emas, yuragini kuchlantiramiz." Atraf boshlig'i ochiqlab, "Amiz qanday qilamiz? Uni deysa, buni deysa, aslini unutib qolmajmi?" Shabani demagan bo'lsam, hargizmi ishamagan bo'lardim. Bo'ldi, uni men tarbiyalay. Sen qaytib tayyorlig'ini qilgan. Lekin sen degan soqchi. Shunga ozroq qurol jabtiq elib olishni unutma. Balkim ichida odam qura hayvonlar uchrab qolsak lozim bo'lib qolar. Atraf boshlig'i tilamchiga o'mib qo'yib ishga qarab joyida qaytib qoldi. Menmi bayam ularning gapini anglab, tanqislikda qolg'achqa diqqat qilmagan ekanman. Do'konning oldi quyuq tuman qoplab ketgan edi. Diqqat qilinglar. Ko'p kunsiz tumanning paydo bo'lishi yaxshilikdan beshorat emas. Shunga ishga yaqinlashmanglar. Meni kaynimdan ko'zinglarni yumib chiqinglar. Esinglarda bo'lsin, men echinglar demoqchi ochmanglar. Atraf boshlig'i tilamchi meni o'tirg'a olib ishga qaradi. Ko'zinglarni yuminglar. Men osti ko'zimni yumib, tilamchining yo'l boshlashini kutdim. Tilamchining qo'limni tutib, qadam elishiga ayishib, menmi yeni qadam elib mangdim. Yuzimni shundoq sovuq bir shamol sipab o'tdi. Xuddi muzukani berib qilgandek qattiq bir titrab ketgandan keyin, "Ko'zinglarni ichinglar." Ko'zinglarni ichinglar. To'g'ri, men bu ovozni bir yil olgan, aniq esimda. Shunga tilamchining ko'zinglarni ichinglar degan gapini ichimda qayta takrorlab chiqdim. "Nima bo'ldi shokichik? Ko'zingni ochmaysan-ku?" Atraf boshlig'ining ovozini anglab, ko'zimni osti ochib, tilamchiga qarab uzoqcha turib ketdim. İçimde nima o'ylayotganimni bilmaydim. Asta eshikka qaradim. Eshikdagi tuman yo'qolib ketgan edi. "Tuman yo'qolib ketibdi-ku." Atraf boshlig'i eshikka qarab shundoq dedi. "Bo'ldi, hozir bu gaplarni deyishmayli. Hammamiz o'zimizning yo'limizga mangayli. Shunga atraf boshlig'i, sizmi tayyorlik qiling. Men bu kichiknilab hamroyimni tepib kelay. Ayning 15-kuni tushda mush uyni ko'rishayli." Dedi tilamchi xuddi bir o'rinning boshlig'idek so'zlagach. Uning qarab mamnun bo'lib o'tdim. "Ohoy, oldimdagi kim o bu?" Atraf boshlig'i shundoq deb kulib qo'yib, "Amisa kichik sandi qoldi. Uning holidan yaxshi xabar ol. Qo'rsqin och qo'yma. Uni qabri kiraligida qilishga tirishqaysan." Atraf boshlig'i shundoq deb mashinasini qo'zg'atib ketib qoldi. "Yurak kichik, endi seni tarbiyalaydigan vaqt keldi." Tilamchi shundoq deb bu chat yo'lda teg'imo shahar sirtiga qarab menyotdi. Menmi uningga ergishib keyindan mangdim. Men tilamchini keyindan mengib shahar sirtidagi bu yo'lda menyapmiz.
Bilmayman, o meni qayerga boshlab mengyotidu. Ben xeli uzun onun kendinden piyade menip chidab bo'lolmay so'radim. Biz mengayotgani xeli bo'ldi. Nega boramiz? O biz kelgan yo'lga bo'ynini tozalab suzib qarab etdi. Mana emra bo'lgan odamning uyi oldimiz dedi. Lekin shuncha mansaqmi bilan mashina kelmaydi. Mushiyat birdam o'ltirib saqlab boqayli. Balkim bilan mashina kelib qolar. O shundoq deb yo'lning bo'yidagi taq yerda o'ltirdi. Uning chul bo'lib ketgan kiyimlari yirtilib cham tushib qoladigan oyoqqa moslashgan uzun parqaroq chechi uni boshqachilik ko'rsatib qo'ygan edi. Ichimda o'yladim. Elimi yaxshi tunugun uni doktorlar yuvib qo'yibdi. Bo'lmasa yana nimaga o'xshab qoladi. Biz shahardan chiqib, xil uzun mangan bo'lg'achqa bu yo'l bara-bara talishib ketgan edi. Yo'lning ikki tarafi daraxt bilan o'rnib turg'achqa, yo'lning o'rtasiga chiqib qarmasa, yiroqdan kelayotgan mashinani ko'rgil bo'lmaydi. Menmi birdan uyurtirib beqib, putum taldi bo'lg'ay, menmi zo'ngzib o'ltirdim. Xili uzun o'ltirdik. Onun gap qilay desam, u bir nimalarni o'ylayotdi. Shunga uning xiyolini bo'lib etkim kelmadi. Yiroqdan mashinaning signal chalgan ovozi keldi. O beshini burab, mashina kelgan tarafga qarab o'rnidan turibla. Turay kichik, mashina kelibdi. Menmi o'rnimdan turib, mashinaning to'xtashini kutdim. Lekin bu mashina to'xtaydigandek emas, qo'yindek kelayotdi. O bir narsani sezdimi, yurib chiqibla yo'lning o'rtasida qo'lini egiz ko'tarib, mashinaning oldini to'sib oldi. Şoför to'xtuqsi yo'q to'xtab, derisidan beshini chiqarib, "Sarang bo'ldingmi?" deb varqirab ketdi. U bo'lsa, bu gap qo'liga kirmadimi qandoq, meni tortibla mashinaning eshigiga kelib, saranglikqa tutdimi, kuchab urush boshladi. Şoför mashinaning eshigini ochishi bilan meni ittirib chiqarib, keynimdan chiqdi. Uf, şoförning to'xtamagani bekor emas ekan. Mashinada o'ltirdikmi yer yo'q bo'lib, tina qolmoqmi, tasga tushadi. Şoför bir nechini g'udrab qo'yib, mashinani qo'zg'atdi. Mashina bu tar yo'lda yenik mengotdi. Odamning jihliqidan qisilib, badallarim xuddi sunib ketadigandek qaraslab ketib boradi. Qoida osh tilamchida pul olsaqmi bo'ldi ekan-juma. Uning tinidan kelgan ses puroqdan boshqalar o'zini chetkarak tortib, uningga yetarlik bo'shliq hozirlab bergan edi. Omo meni tortib o'zining yeniga akib oldi. Uf, endi sal erkiroq bo'ldim. Lekin bu ablah tunugun doktorlar yuyib qo'yganda yenidagi ses puroqni chiqara olmadimi, yana bir xil ochiq puroq keladi. Hem tumarning puruqmi kuchayotgan bo'lib, yana ham burnimdan ketmaydi. Mening atrofimdagi ba'zilar men qarab bir nimalarni deysa, yana ba'zilar yanchuqini ching tutib, somkalarini oldilariga elishib, ikki qo'ldan mahkam tutib, mendan nazar aylaydi. To'xta! Uning varqirab degan so'zdan shofirmi uningdan qutulishga oldirdimi, mashinani tizdan turmizlab, mashina to'xtamasdilla mashinaning eshigini ochib etdi. Qattiq turmizlanganlikdan ichidagi qistan yo'lovchilar surilib bir-biriga so'qilib o'rnidan turishdi. Umu meni tortib eshikdan tushdik. Mashina o'rnidan qo'zg'alib ketgandan keyin oldimga qaradim. Biz tushgan yer bir etizlik bo'lib, yo'lning bo'yida bir uy bor. Ham to'pidan qo'pirilgan uy edi. Yura, mush uy shu. U shundoq deb qo'yib, oldimda yo'lning qarish tarafidagi bu uyga qarab mangdi. U uyning oldiga kelib, yog'ochdan yasalgan eshikni yenik kittirib, o'ylining ichiga kirdi. O'ylining ichi qalamqon bo'lib, qayerga qarsa, daraxt shoxlari chechilib turadi. Majo! U shundoq deb bir nechini varqirdi. O'ylining o'tildagi eshikdan birisi osmonga bilan chiqib keldi. Ondan tilamchini ko'rib, "Voy, kela. Yolg'iz toza ichim pushib turadi. Parangiz berdigan odamdan birisi keldi. Ajab uzun yo'qolib ketding qoras. Oldingi qatam chiqib ketganingcha, seni endi ko'rolmaydigan o'xshayman deb o'ylabdim men." Kechda o'ltirib, biror ramkadan qayqishdigan o'xshaymiz. Qani ichiga kira. Bu kichik kim o? Chiroylingo hech bir xanzda qilmaydi. U shundoq deb men qaradi. Uyg'ur. Tilamchi meni ko'rsatib, uning qaradi. Nima? Uyg'ur? U hayron bo'lib, tilamchiga qaradi. Bo'ldi, hozir buni deyishmayli. Bu qitim seni izlab kelishim muhim bir ish uchun. Agar mush qitim men bilan bilmasan, bu eski gapidan qutulib, cho'ng shaharda yashab qolasa. U tilamchining cho'ng shahar deganini anglab, chiroyiga ittik kulgi yugurdi. Digina. Odamni ajab o'xsha qilding-ku. U shundoq deb tilamchining yengi esildi. Tilamchi uning chiroyiga qarab qo'yishiga, "Yura, avval uyga kirib ranchayli. Gerçi bu yerga sendan bilak hech kim kelmasimi, yana uyga kirayli" deb uyga boshladi. Avval tilamchi, ondan mening keynimdan majun degani kirdi. Uyning ichi shundoq sesiq bo'lib, balkim yashash muhiti shundaqmi, xuddi o'lik chashqanning o'zini purab, burnimni etib olishni o'yildim. Lekin adabsizlik bo'lmasin deb
Amalsız chidashqa majbur bo'ldim. Uyning ichi bakli qalayimqan bo'lib, odam dastsuyidagmi yer yo'q edi. Hamma yerda uning kunlik ishiltadigan turmush buyumlari chechilib yotadi. Yana bir necha pivo potlikasi bor bo'lib, texi ichib bo'lmagan bir pivo potlikasidan pivo yerga to'kilib turadi. Ha, o'ysa qalaymiqan. Xotin degan kasofat yomonlab ketgan. Shung o'zim yolg'iz. Bu ne demsami bilsa, qani o'ltira. O shundoq deb odam o'ltirsa o'tirdan sunib ketadigan karvatga boshladi. Men boshda berib o'ltirdim. O'ltirishimga karvat g'ichirlab ketgachga ittik o'rnimdan tursam. O'ltiriva. Necha odamni ko'targan karvat seni ko'tara olmay sunib ketmaydi. Deb ejib qo'ydi. Tilabchimo mening yenimga kelib o'ltirdi. Bu chaqda karvat xirali o'ltirishib qoldi. Omo oldimizga bir yog'och o'rindiqni akilib o'ltirgandan keyin ejib oldirab so'rdi. Ha, endi digina. Zot nimash? Hozirlik qiziqib qiyotman. Agar tuyuqsiz boy bo'lib ketsam, seni hargiz unutib qolmayman. Tizdigina. Tilabchi uningga qarab, Qabrga kirmas. Sen bu kasbning egisi. Burun bir qancha qabrga kirpaqdim degan edim. Shuni seni izlab kelishim. Nima dedim? Qabrga kirmas? Majum shundoq deb sal ikkilinib qoldi. Ham Mengo kirib baqqan, lekin ko'p emas. Tilabchi Shunga seni izlab keldim. Sen qadimki iziq tilini bilasa, sening bu safarda bizga ko'p yordaming tegadi. Majum bir xil rozimalik tuyg'usi bilan ejib. Digina, boylik ko'pmi? Tilabchi Albatta, lekin xatir bor. Hatto o'lib ketishimiz mumkin. Boyliqdan ansirma. Inib chiqadigan chaqda qanchalik ola olsa, shunchalik chiqsa. Lekin xatarim oz emas. Bu qidim kiradigan qabra sening oldingi qidim kirgan qabranga o'xshamaydi. Bu necha ming yillik, hatto uningdan uzun bo'lgan qabra. Ichida balkim jasad olvosdi yoki boshqa maxluqlarni uchrab qolishi mumkin. Adamni bek to'g'rilabsan jimo. Qadimki yazat haqiqatlarni bir ustozim ayishib o'rganib olgan. Shu chaqda ozroq bo'lsin alvoslarni bo'ysundiradigan yo'nallarni o'rganib olgan edi. Qaraganda bu qatim asqatadiga o'xshaydi. Emis qachon emas? Bugun kechlik yo'l chiqamdoq yoki? O shundoq deb yerim qilgan pivini qo'lga oldi. Ondan birini o'tlab etdi. Yo'q, yana necha kundan ekan. Uninggacha qabrida ishiltadigan kerakli narsalarni ilib olayli. Lekin hozir hammada muhim ish, mush kichikni qabr ichida qo'rqmaydigan qilish. Necha kungacha buni tarbiyalamasak bo'lmaydi. Tilabchi man qirdi. Nima? Mush kichikmi biz bilan birga kiramda? Yuk bo'ldi-ku bu odamga. Buni qayerga so'rab yuraymiz? Nimish ishkimizga kirmaymiz? Majum shundoq deb qo'lini menga sharatildi. Yo'q Majum, agar bu kichik bo'lmasa, biz qabriga yiqilishib bo'lmaymiz. Qabriga kirmay turibla jinimizni sepib berishimiz mumkin. Hozir sana hammani deb berib bo'lmayman. Lekin mushu necha kun ichida tayyorlikni qilamiz. Ham bu kichikni tarbiyalab chiqmasak bo'lmaydi. Tilabchining so'zidan Majum bir narsani tushundimi qandoq? Ha, bo'pti. Ma'qul. Ansirmigina o'zim bir qo'lliq tarbiyalayman. Emsa sizlar aramay turinglar. Men hozirli shaharga kirib, ozroq zakozga ochqay. Ikkimiz qanig'uch bir ichishayli. Yo'q bo'ldi Majum. Keyin ichishayli. Avval bu kichikka yigidek narsa tepib bergan. Atiga yo'q hech nima yemadi. Ola bu pulni. Oldimizdagi bozordan ozroq narsa kel. Deb yenidagi bir varaq pulni chiqarib Majumga tangladi. Majum Balangza, nima yeysa? Digina. Kebab yemsa, to'q go'shimi? Yoki kala go'shimi? U shundoq deb kulib, men qarab turibdi. Adrat boshliq bilan Tilamchi meni kichik deb chaqirsa, ozroq chil bo'lgan bo'lsam, endi Majumning balangza degan gapi rosta o'g'imni qaynatdi. Lekin ichimda bo'ldilar, endi bundoq demas deb o'tkazishni loyiq topdim. Bo'ldi, mevichiga akilpagina. Bu yana nimasini yeyman? Hozircha shuni yeb turay. Men shundoq deb uningga qardim. Ha, bo'pti amsa. Biz yeganni sen yemaysan. U shundoq deb chiqib ketdi. Menmo ittik kendin chiqib o'yliga chiqdim. Eg'ir nafas olayotdim. Sapava nimaga yaxshi ya? Bu ablag mush sesib qarab turgan uyning ichida qanday yashagandi? Elimiz zaharlib o'lib qolmabdi. Men shularni o'ylab, Sapavadan toza dam tortib huzurlanishga boshladim.
bu tarafning havosi haqiqatan odamga huzur bag'ishlaydi. Bir vaqtlarda u qaytib keldi. O'ng'icha tilamchi o'ylining ichida bir narsalarni izlab, bir eski qora sumkaga silayotdi. Mana balangza. Bu sen yeydigan yemeklik. U shundoq deb bir qizil sulyo xaltini menga tangildi. İçiga qarsam, ichida banan, olma, ishqilib xili ko'p yemeklik bor edi. Turib tur, tuxum alg'ach keldim. Sen pishirib beray. U shundoq deb qo'lidagi yana bir xaltini ko'tarib, uyning ichiga kirib ketdi. Tilamchi yenimga kelib, "Yura, seni yotadigan uyga boshlab kiray" deb meni o'ylining eng bulunga joylashgan eski bir uyga kirdi. İçida bir purilib ketgan yotgan bo'lib, yerning ustida edi. "Ha, hozircha mushadi yetib turgan. Bu sen yotgan 530lik mehmonxonaga o'xshamaydi, lekin o'xshatib turasa." U shunda deb siyratib ketgan tishlarini chiqarib kulib qo'ydi. "Hech qis yo'q. Hozircha yotadigan yerning bo'lg'inining o'zi cho'ng xo'shallik. Men chondirmay dedim. Demisimi, hozir bundan boshqa tanlashim Çoğ tipdagi vahimelik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun sirli. Yigirma 6. qism. Hech qis yo'q. Hozircha yotadigan yerning bo'lg'ini o'zi cho'ng xo'shallik. Men bu chondirmay shundoq dedim. Demisimi, hozir bundan boshqa tanlashim yo'q edi. "Amisi yaxshi, atidan boshlab aldirash bo'lib ketamiz. Shunga bugun aramingni yaxshi ol. Yani bu qora sumka qo'ynidagi terini silib, esib olsang bo'ladi. Keyinchi boshqani olamiz" deb menga bir qora sumkani qo'limga tutqizib qo'yib chiqib ketdi. Gerçi qarang'i tushmagan bo'lsa-mu, sal yerib ketdim o'qandaq terini qora sumkaga silib, o'zim yotadigan yotqanda qatiq bir necha silib ketib, ustida yetishga boshladim. Ondan sulyo xaltidan yeydigan narsalarni bir-birlab elib yeyishga boshladim. Odam o'ngda yetib bir narsa yesimi, xeyli rahat his qildi ekan. Eg'izim bekor turmasimi, kallamda har xil xiyollar agib turadi. Qo'limdagi yapolamagan bananni tutib, sal mugdab qoldimmi, uxlab ketibdiman. Bolam. Dada, ketmang. Meni yolg'iz tashlab qo'ymang. Men yolg'iz qoldim. Dada! Ko'zimni shappada ochdim. Qo'llarim havoda ustiga qarab laylab turadi. Ko'zlarim namlashib, yoshlar sirg'ib turadi. Beshimni ko'tarib birdam o'ltirdim. Tut atrofimga qarab, o'zimni shuncha g'ayrib his qilib, xuddi bu dunyoda o'zim yolg'izdek his qilishga boshladim. O'rnimdan turib, sirtqa chiqdim. Atrof qop-qorong'i bo'lib, yiroqdan hasharotlarning ovozi anglanib turadi. Asta ular turgan uyning oldiga keldim. Uy ichidan faqat majunning ovozi keladi. Men asta eshikni ochib, ichiga kirdim. Kira. Qaragan uxlayamga o'xshamamsa. Ola, sen bir rom kichib qo'y. U shundoq deb qo'lidagi romkini menga tangildi. Uning yuzlari qizdirib, masbul qolganini aniqlaydi. "Yo'q, ichmayman. Ham ichib boqmagan." Men shundoq deb uning tanlagan qo'lini keyni ittirib etdim. U bo'lsa qo'ldagi romkini taraqib yerga qo'yib, "Menga eva, sen Uyg'ur emaskansan. Men degan, sizlarning buningdan cho'ng romkini ichkininglarni ko'rgan. Bu da kichik romka. Anglasam, sizlar aroq degan ajoyib ichib qo'ydikansizlar." U shundoq deb beshini qalam-qallanishib, yerdagi bir romka aroqni ko'tarib ichishga boshladi. Lekin mushu vaqtda kallamga darrov bir savol tushib, undan so'radim. "Kim sana bizning aroqni ko'pishi deydi? Bu faqat seni tepib olgan gaping. U sen degini faqat Osmondagi bir qism kishilar. Ular hargizmi ko'p sonli kishilarga vakil bo'lolmaydi." U bo'lsa beshini yana chayqab, Yo'q. Sen jimto, mendan so'ra. Men degan harbiy bo'lgan. Mening Uyg'ur do'stlarim degan burun ko'pdi. Men shular bilan ichishib, necha kun o'shama kelanmay yetibmi qolgan. Shunga seni maroq ichishni bilandikan dedim. Men yana sizlarning mush yerdagi sendek, hatto sendami kichik bolalarning nima o'yliqi? Haras, yeliq bir qo'lni tumun tutib olib, ustiga o'tni yoqib qo'riltib tushiraydigan nima deydi? Ish qilib endi uning gapiga chidashlik berolmayotdim. Beribla, garchi kuchim yetmasimi, yoqasidan tutdim.
Gap so'zingga diqqat qil. Sen bizni nima ko'rib qolding? O degan bizning oramizdan chiqqan bir qism kishilar. Sen o'zingcha meni bu yerda ko'rib, meni shularni qatorda ko'ratamsan. Agar dadamni inim demagan bo'lsam, bu yerda bir kun turmagan bo'lardim. Hey, kichik, ochig'ini besib ol. Tilamchi ishtik o'rnidan turib, qo'limni uning yoqasidan ajratishga urindi. Men kichik emas. Bundan keyin meni kichik deb chaqirishma. Ben chaqirg'im kelsa, ismim bor. Ismimni chaqir. Men tilamchiga g'azab bilan varqirab ketdim. Tilamchi bo'lsa, kuchayroq qo'limni uning yoqasidan ajratib oldi. Ondan Majonga qarab. Sana dedim Majon, qalayimqan gap qilma. Ishchi vasani jiq so'zlaysa, qani sendiki harbiylarni salaydi. Men bo'lsam, ochiqimda uning kallasida qarab turib oldim. Agar yana so'zilsa, uning kallasiga piyo potluks bilan birini salay deb o'ylagan edim. Lekin ahvol dal uning aksi bo'lib chiqdi. Majon tilamchining gapini anglab, o'ksib, yig'lab ketdi. To'g'ri dedim. Men harbiy bo'lishga munosib emas. Bilamsan, ash elektronlik o'yinchoq meni vayron qildi. Xizmatimda qoldim. Mal bisotimda ayridi. O'zimimdan ayrilib, mush kapida yashayapman. Yana shu pulning kaniga kirib, kepa o'g'risi bo'lib qoldim. Seni men izlab kelishingmi? Meni burun qabriga kirib baqaligim uchunmi? O beshini ko'tarmay, yerga qarab, ikki qo'lda yuzini tutib, o'ksib yig'lab ketdi. Lekin uning bayam degan gapi tilamchining ochiqini keltirib qo'ydimi? Tilamchi uningga uzun qarab qo'ygandan keyin sirtqa mangdi. Menmi Majonga sat qarab qo'yib, tilamchining kaynidan chiqdim. Uning kaynidan yeniq kelib, uning qarab. "Hey, u burun rostla harbiy bo'lganmi?" Ha, u burun rostla harbiy ekan toq. Lekin uni elektronlik o'yinchiq vayron qilibdi. Men sen o'xshash o'ylagan. U bundaq kunda ichib mashyusa, qandoqmi harbiy bo'lganda edi. Lekin uning harbiylik olgan unvon, medallariga qarab ondan ishandi. Bo'ldi, ko'p o'ylama. Ham uning bayamqi gapini bek ishingga olma. U masjid ashundoq so'zlab qo'ydi. Yo senmi yomon ish qilib boqmagan odam bo'lmasa? U shundoq deb menga ichib qo'ydi. Og'zimni mo yamlab qo'ydi. Demasimi, uning oldida o'g'irlik qilgan tutsam, yushiralaytdimmi? Voy, bu jimib qoldi-ku. Tilamchi shundoq deb ichiga qaradi. Menmi kaynimga o'rildim. Qarasak, o beshini tizilib qo'yibla uyquga ketgan edi. Bu Majoniza mas'ub qolsa, ne bu setiverdigan. O'tganda mas'ub qopdi-ki, uyning oldidagi eriqni bir kech tunab chiqibdi. Attigini izlab chiqib qarsam, so'g'uq titrab, yuz-ko'zlari ko'kirib ketibdi-ki. Oran degan yulab akirib yotqizdim. Shundan keyin ma'lum amra xo'p qoldi. Shiqilib sizlarning ishinglardan bundaqlar chiqmaydi-ku deyman. U shundoq deb menga kulib qarab turib, o'yini chiqmadi. Men nima deb javob berishimni bilmadim. Burun men kichik vaqtimda dadamning mas'ul qilib kechasi o'yin topolmay, boshqalarning ishiga oldida bir kichik tunab chiqib, ertasi qo'shnilar xabar qilish bilan yondirib achiq olgan. Dadam shundan keyin necha kungacha o'rnidan tura olmay yetib qolgan edi. Menmi shularni o'ylagach, o'yning ichiga kirdim. Tilamchi bilan ikkimiz uning qo'ltig'ida uylab, aran deganda karvatga ilib yotqizib qo'ydik. Bu ablah bo'lsa, qo'lidek pushulab yetib-atdi. Bo'ldi, yura. Endi ishimiz bayam sen yotgan uyda yatayli. Qistilmas. Lekin nima mal? U shundoq deb oldimda chiqib mangdi. Menmi keyindan chiqib, ishni yetib-atgandan keyin qorong'ida uning sho'lisiga ergishib mangdim. Garchi orliq yiroq bo'lsa-mu, tunkichi qorong'usi menga vayimlik bilinatdi. Keyniga qarma. Mening to'xtab qolganimni sezgandekla uning og'zidan chiqayotgan gapga hayron qilib o'tdim. Men gapimni og'inda bulanmayla quloq tuvimga shundoq so'g'uq bir tiniq urildi. U birdam o'ng tarafimda bo'lsa, birdam so'l tarafimga kelatdi. Putum jag'ildab titrab, hozirgi o'rnimdan yiqilib tushishga ozlik qilib o'tdim. Dumba tarafimga bir narsaning yenik o'rinligini sezib, oldimdagi tilamchiga umid bilan qarab, uning biror amal qilishini kutib o'tdim. Qo'rqma, keyniga qarama dedim. Uning sal varqirab degan so'zidan keynimdagi bu maxluqni cho'chitib qo'ydiqmi qandoq, uning xir-xir qilib, xuddi mening bo'ynimni og'ziga tiqibla yeyotganidek sezim keldi. Ablah, no'chi bo'lsang oldimga kela, keynimda hujum qilmay. Hech bo'lmasa o'zimning nimaning qo'lda o'lganligimni bo'lsin bilib olay. Men qo'rqib turib, shularni xiyol qilib ulgurdim. Uning keyin tarafimdan hadab, ikki quloq tuvimda harakat qilib, menga xaras qilayotgani aniq edi. Men qo'rqinishdan o'zimni qochirish uchun ikki ko'zimni ching yumib oldim. Tuyuqsiz ko'zimni yumib olsam-mu, oldimda bir yo'ruqlikdan sima paydo bo'ldi. Men asta bir ko'zimni qisib, o'dliq qardim. Yuragim düpildab so'qib, meni qo'rqinish iskanchiga kelib oldi.
keynimga qarashqa asla jur'atim yo'q. Endi bo'lsa, bayam men yotgan uyning to'ki yo'ruq edi. Oldimda tilamchining qarsimi ko'rinmay g'oyib bo'ldi. Xap, men yurakli bo'lman deb bu yerga kelsam, yurakli bo'lish emas, tunji kechisla yuragimni ezish boshlandi. Bayam men yotgan uyning eshigidan birisining simasi ko'rindi. Nima qarab tursa, kirmamsa. Endi menga keyning qong'uch qarab, u ketdi. Tilamchi shundoq deb eshikning bo'sig'isidan men qarab turadi. Meni yulib ol bulamdi. Men ko'zimdan eqotgan yoshni oran surtib uning qardim. U oldimga kelib, qo'ltiqimdan tortib meni uyning ichiga kirdi. Ondan selib qo'ygan yotqonning ustida o'tirg'izib bo'lib. Bayam nimanda xiyollan qilishi, o'zingning qanday hayvonning qo'lida o'lib ketganligini hozirgacha bilishing hojatsiz. Tangrim jonni qachon og'iz kes ilaverdi. Bundaq chupranda alvoslarning qo'lida o'lib ketsang set emasmi? U shundoq deb xiyolida yo'q, jul-jul bo'lib ketgan chopini silib, bosh tarafiga elib qo'yib, putini suzib yetishib shaldi. Sen mening undaq o'lganimni qanday bilasan? Bu qandaqsiga? Lekin mening bu gapim uningga xush yoqmadimi? Men qarab yejib qo'yib. Xula, et yana nurg'un ishlarga o'rganadigan. deb qo'yib, beshini tam tarafga burab ko'zini yumdi. Lekin men uning saranglab o'tirganligini holatni ko'rgan bo'lg'achqa, yenimdagi bu sirliq tilamchi menga vahima elib kelyotdi. Men yenimdagi tilamchiga qarab, kallamda har xil qo'rqinchli xiyollarni suratdim. Uning ashu ishkirlab kirib ketgan yuzlari, yuz terisining so'nglari chopilishib qolgan holatni o'ylasamla, meni qo'rqilish iskanchiga oladi. Men o'zimni sal chetga tortib, tomga yo'lib uning qaraydim. Xuddi hozirla o'rnidan turib, menga ichiga kirib ketgan ko'zlar bilan qaraydigandek sizim bo'lyotdi. Men uningga uzun tikilib turib, ko'zlarimni taldi. Qachondan mugdab qoldim, beshimni tizim qo'yibla uxlab ketibman. Bir chaqda quloq tubimda gap qilgandek ovoz anglandi. Ko'zimni xushyoqmagan qiyofatda uning qardim. Tilamchi adab meni yotqanning ichiga tortib akirotdi. Men xiyolimda u xuddi meni tortib akiribla bir taraf qilib o'tadigandak sizim bo'lg'achqa, ittiklab uning qo'liga chiqib qolgan putimni tortib, uningga tikilib qarab turdim. Nimaga qaraysa? Qarasam, tomga yo'linib uxlab qopsa, shuni seni tortib, yotgan yipib qo'yay dedim. Lekin u gapinda bo'lib sirtqa qaradi. Sirit shundoq oydin bo'lib ketgan edi. U uzun qarab o'tgandan keyin eg'ir bir ufsinib, ondan sirtqa chiqishni xohlabsa, men uxlayamadim. Hozir sirtni ko'proq ko'rib olayli. Keyincha kim bor, kim yo'q. Bu Tangriga omonat bo'lib qoladi. Qo'rqma, yinadi men bor. Bo'yningdagi tumar har qanday bir jin shayotundan seni qo'g'daydi. Shuni bayam qo'rqma dedim. Uning bayam ishni qayta takrorlagandan badanim bir titrab ketgandan keyin, "Amsa bayam." Lekin gapim tugamayla. Yura, sirt oy tomosha qilayli. Qolgan ishlar oldirmay o'zini oshkorlaydi. U shundoq deb kulimsirab qo'yib sirtqa mangdi. Menmi o'rnimdan turib, uningga agishib mangdim. Eshikning bo'sig'isidan beshimni chiqarib, o'ylining ichiga toza sapsilib qarab etdim. Qo'rqma, chiqayver. Bo'yningda tumor tutsa, nimada ansiraysa? Sen ulardan emas, ular sendan qo'rqidi. Men uning gapini anglab, putimni teshiga chiqardim. Osmondagi oy bugun bek chiroyli bo'lib ketgan edi. U yog'och eshikning sirtiga chiqib, oldiga ozroq menib, yerda zo'ng'izib o'ltirib, keyniga o'rlib man qardi. Men tilg'ul bo'libroq uning yoniga keldim. Ham uningga yondash o'ltirdim. Oldimizdagi kar ketgan etizliq bu oydin kechida shuncha haybat bilinadi. Turib paqalarning ham boshqa hayvonlarning ko'rildigan ovoz anglanib, odamni söbesib qoladi. Men uningdan so'radim. "Hey, men sening ismingni bilsam bo'lamdi?" U mening chiroyimga kulimsirab qarab etdi. "Ismimni bilmayman. Hatto o'zimni kim ekanligim noma'lum. Tug'ilgandan shunday o'xshayman. Ishqilib boshqalar har xil ismlarni atishadi. Qaysi rost mening ismim? Keyinchi bilib qolaman." "Amsi sening kimliging bordi, sochxondan chiqarib bergan." Men bu gapni o'ylanmayli deb hisoblayman. U o'zining kimligini deb bera olmasa, kimlik bo'lish mumkin emas-da. U menga yana bir qatim qaradi. Uning bu qatim qarashidan chiroyda haqiqiy kulgini bilgili bo'ladi. U shuncha illiq kulib, "Nima deytdiq? Sizlar odamlarni qarshi bo'yicha tizimni tutib qo'ydim deymizmi?" Endi rostla uning haqiqiy qiyofasini bilib o'tdim. Uning nima shuncha ishlarni bilishi. Allohlardan qo'rqmay, hatto men bilan tavakkul qilib qabrga kirishiga qo'shilishdilar. Burundan ichimda qolgan sir edi. Endi ozroq yeshilgandek bo'ldim. Uning odam emasligi aniq bo'ldi. Lekin u odam bo'lmasa, zodi nima?
u meni qo'g'damdi yoki meni qaslash uchun yenimda turyotamdi? Bu savollar kalamni agib yuratdi. Men beshimni oldiga egib biroq uning chiroyiga qaradim. U bo'lsa xiyoliy o'ltirib oyga qarab o'tadi. Ichimda o cho'qim oyning to'lishini kutib turadi deb o'yladim. Lekin u mu tizli men qarab, "Yura, kirib ketayli. Uxlab deganda boshlab seni ravurus odam qilib chiqmasa bo'lmaydi." u shundoq deb o'rnidan turdi. Menmu uning keynidan turib o'yliq kirdim. Amdidan boshlab uningdan qat'iy hazar aylashim kerak edi. Mushundoq chog'da menga birdan-bir yordam qila oladigan narsa dal qarmish bo'lg'achqa, yog'och eshikdan kirgach, keyin tarafimga yenishlab qarab ketdim. Xuddi u menga qarab turgandek bilinadi. Uyga kiribmi, uningga ortiq gap qilmay beshimni yutqan burkab yetib oldim. Agar mush yerda, mushundoq chat yerda o'lib ketsam, mening o'likim bir sir bo'lib qoladi. Alvaslarning qo'lda o'lmasam-mu, bu ikkisining qo'lda o'lib ketishimni yiroq ko'rgan bo'lmaydi. Men shularni o'ylab, yotqanning burjugidan uningga qaradim. U bo'lsa, beshini tam tarafga qaratib, uyquga ketgan edi. Dadamdan ayrilib, bakli yesichan bo'lib ketdim-mu, bayamqi xiyolni qilib, ko'zimdan ikki tomchi yosh mag'zimdan sirg'ib tushdi. Onam, dadam ish qilib, do'stlarimga bir qator tilaklarni tilavatdim. İçimde ularning meni kechirib o'tishini, agar o'ligimni topolmasa, hech bo'lmasa, heyit oyimda duo qilib qo'ysa. Tuyuqsiz putimga bir narsa yenik o'rnayotdi. Men yotqanning ichidan oyoq tarafimga qaradim. Puti qop-qora bir narsa turadi. Men ikki beshini ko'tarib, uning qaradim. Mushuk! U men qarab, hadab beshini sirtqa buraytdi. Mush vaqt menindal uningga eng muhtoj vaqtim edi. Men asti yenimdagi tilamchiga tevish chiqarmay o'rnimdan turdim. Asti qadam bilan hoyliga chiqib, darvozani yenglik ittirib sirtqa chiqqandan keyin tomning bo'longa berib, uningga qaradim. O mening oldimda mangan bo'lg'ach, u mu tomning tuviga kelib to'xtagan edi. Lekin u ozroq oqsab qolgan bo'lib, men uning yeniga berib, so'ng'izib o'ltirib uningga qaradim. Gerçi u gap qila olmagan bilan mening gapimni tushunatdi. "Degina, putingga nima bo'ldi?" Men uning beshini silab, uningdan so'radim. Oldimdagi manzaraga qarab, ko'zimga ishonmay o'tdim. Uning qip-qizil ko'zining ichidan ikki dog' siyrilib tushyotdi. Men shu chog'da uning yig'layotganligini his qilib yetdim. Lekin tilsiz bo'lg'achqa tushuntirish mumkin emas edi. "Nim bo'lding? Nimaga yig'laysan? Yenimdagi tilamchi zodi nima narsa, bilamsan? Men hozir rostli qo'rqyapman. Mening bu yerda seni bilan yaqinim yo'q." Menmo uning agishib yig'lab ketdim. Gerçi menga ziyonkashlik qilgani mushu qarmish bo'lsa-mu, lekin u men bilan necha oy birga yurgan, yenimdan ayrilmagan. Shunga uningga bir xil mehrim bor edi. U mening yig'ilganimni sezib, ikki putimning orlig'iga kirib jim yotdi. Men uning beshini to'xtamay silaytdim. U turibla o'rnidan turib, beshini ko'tarib men qarab etgan ekan. Putimning o'zi tishlagan yerga surkashga boshladi. Ondan mendan ozroq yiroqlashib, men qarab yugurib turdi. Xuddi menga itoat qilayotgandek bilinib. Men uningga qarab, qo'rqinishmi ozroq bo'lsin besiqqa edi. U birdan shunday o'ltirgandan keyin oyoq qardi. Kallamga darrov bir xiyol kechdi. Bayam tilamchimi oyoq uzun qarab ketgan. Nemishqa mushmi oyoq qaraydi. Acaba yo'q, buning oy bilan nima munosabati bor? Oyni egimiz yaratgan. Ular cho'qim oyning to'lishini kutadi. Men o'zimga ozroq ta'sir bergandan keyin uningga yaqinlashib, "Meni yolg'iz qo'ymagan. Hozir sen mening birdan-bir yaqinim. Dadam yo'qolib ketdi. Shunga mush tumardan qutulib bo'lguncha yenimda turgan." Tova, u yanala beshini putimga surkab, men qarab turadi. Ondan yana menda yiroqlashib, men qarab beshini tuvan silib, xuddi qo'rqma degandek tuyg'ularni berib Lekin uning ko'zi bara-bara qonoltiga kirishga boshladi. U mening kenimga qarab yugurgan o'rnidan turib, keniga ikki qadam yengayotgandan keyin bir menga, bir kenimga qarab chiroydan shumliqning bishori chiqib turadi. Men shundla kenimda bir narsaning borligini sezdim.